Boyda bolasi, biz hozir 4-mikrorayon, 3-etaj, 5 xonali uyga kelganmiz. Uyimiz bunaqa narxda yo'q, 4-5 mavzeda 5 xonali bunaqa narxda uyimiz yo'q. Mana kirib kelishimizdan chap qo'lda детский xonamiz. Mana главный eshikdan kirib kelishimizdan uzun koridor kutib oladi. Mana bu tomonda 3 ta xona joylashgan. Mana bu yoqda garderobni qilib qo'ysaning bo'ladi. Bu mana katta yotoqxonasi. Oynalar plastikdan qilingan. Uyning ichida hech nima qolmaydi. Uyimizning kvadrat metri 112 kvadrat metr hisoblanadi. 5 xona, 3-etajda. Boya aytgandek, bunaqa narxga 4-5-mavzeda 5 xonali uy yo'q. Hozir eng arzon uy mana shu uy qo'yilgan, 5 xonali uyning ichida. Narxini men sizlarga oxirida aytib o'tib ketaman. Bu vanna xonamiz. Issiq suv, sovuq suvda hech qanaqa muammosi yo'q. Bu mana yana bitta yotoqxona. Xohlasang ertaga boshqa xona qilib olishlaring mumkin o'zlaringga qarab. Mana e'tibor bergan bo'lsalaring, bizda bitta koridor bor. Bu tomonda yana bitta koridorimiz bor. Bu zal, umumiy zalimiz. Uyimizning remonti o'rtacha, yaxshi ham emas, yomon ham emas. Kirib turib o'zlaring xohlagandek vkuslaringga qarab remont qilib olasizlar. Mana bu yoqda oshxona. Mana bu yoqda balkon. 2 metrga 6 metr. Bu balkonlar keng balkon hisoblanadi. Va oxirgi ijodxonamiz. Ilhom keladigan xona bu yerda. Boylarni boyi, endi narxini aytaman. 42.500 so'ralyapti. Boya aytganimdek, bunaqa narxda 5 xonali uy yo'q. Tim bo'li 3-qavatda. Narxni albatta o'tib beramiz deyapti egalari. Pastda o'z raqamini qoldiraman, telefon qilsalaring egasini uchrashtirib qo'yaman. Bizda makrellik to'lovi yo'q, bizdan bemalol uy olsalaring bo'ladi, ko'rishguncha.